Mana shunday qilib hozir uchrashuv hakami Toshkentlik Respublika toifasida hakam Sherzod Mirzanov gilamga 65 kilogramcha bo'lgan vaznda, ya'ni yoshlari 36 dan 45 gacha bo'lgan polvonlar. Ko'k kiyimda namanganlik O'zbekiston terma komandasi a'zosi Ahmadjon Bahromov, yashil kiyimda esa andijonlik u ham O'zbekiston terma komandasi a'zosi Sharofuddin Madazimov. Mana yuqorida aytib o'tdik, haqiqatda ham birinchi uchrashuv juda bir hayajonli o'tishi tabiiy. Hozir hakam yana bir bor polvonlarni belbog'ini nazardan o'tkazib, ularni qay holatda ekanligini ko'zdan kechirdi. Yechilib ketishi mumkin. Shu boisdan ham qonun qoidaga asosan belbog'ni mahkam boylagan taqdirdagina sportchi o'ziga tortganda u chiqib ketmasligi mumkin. Bu holatlar ham doimo shu musobaqani boshqarib borayotgan hakam diqqat e'tiborida bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, musobaqa 2 minut davom etadi. Bu albatta juda ularni yoshiga, imkoniyatiga qarab qonun qoida belgilangan. Mana endi birinchi hozir mana to'xta buyrug'i berildi. Demak, albatta har bir harakat juda bir diqqat bilan kuzatib borish kerak. Mana yonbosh bahosi berildi. Demak, hozirgi daqiqada Bahromov agarda sportchi 2 marotaba yonbosh bahosiga ega bo'ladigan bo'lsa, u sof g'alaba demak. Buning uchun endi ikkinchi bir holatda hozir Bahromov mana shunday usulni amalga oshiradigan bo'lsa, muddatdan ilgari g'alabani ta'minlab, keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kirishi tabiiy. Mana endi albatta birinchi navbatda shu sportchi o'zini tayyorlash kerak. So'ngra raqibini o'ziga tortib, shundagina butun kuchini, vujudini bir ishga soladigan bo'lsa, shunda juda chiroyli, haqiqatda halol. Bu yerda ko'rib turganingizdek, belbog'liq kurashda eng chiroyli tomonlardan biri raqibini oyog'ini yerdan uzib, mana aylantirib tashladi. Bu sof g'alaba, halol. Shunday qilib Ahmadjon Bahromov dastlabki uchrashuvda raqibi Madazimovni mag'lubiyatga uchratib, sof g'alabani qo'lga kiritdi va keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Mana endi 65 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning ikkinchi juftligi hozir gilamga taklif etildi. Farg'onalik Abdulla Mamayusupov ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa Toshkent shahri vakili, u ham O'zbekiston terma komandasi a'zosi Mirzaqulov Isajon. Ana shu bellashuvni ham Toshkentlik Respublika toifasidagi hakam Sherzod Mirzanov boshqarib boryapti. Umuman oladigan bo'lsak, mana shu Termizga kelgan sportchilarning deyarli barchasi yaqinda Toshkentda o'tkazilgan, qolaversa Namanganda o'tkazilgan musobaqalarda saralash bahslari vazifasini o'tadi. O'sha yerda birinchi, 4-chi o'rinni egallagan sportchilar mana endi birinchi jahon chempionati musobaqalarida ishtirok etishyapti. Juda hozir endi ko'k kiyimdagi sportchi iloji boricha hozir raqibini oyog'idan yerdan uzishga ozgina qoldi, lekin ko'rib turganingizda ikkinchisi bunga qarama-qarshi hozir harakat qildi. Hozirgi daqiqada biroz tashabbus albatta ko'k kiyimdagi Mamayusupov tomonida. Juda yaxshi bir holat yuzaga kelgan edi, lekin oxirgi daqiqada biroz qo'shimcha kuch bo'lganda bunda bemalol o'ylagan maqsadi oyog'ini yerdan bemalol uzib raqibini aylantirib tashlash imkoniyati bor edi. Mana hamon hozirgi bu kurashda albatta cho'kkalab qolish mumkin emas. Mana biz ana shu musobaqani Belbog'liq kurash federatsiyasi bosh kotibi Nuriddin G'oziyev bilan birgalikda sharhlab boramiz. Nuriddin G'oziyev hozirgi kunda mana shu musobaqani bosh kotibi hisoblanadi. Nuriddinjon, avvalambor mana qonun qoidalari ancha o'zgarib boryapti. Mana respublika chempionatlari bo'ladigan bo'lsa, sportchilar 3 minut davomida musobaqani davom ettirishadi. Mana shu cho'kkalab qolishlari bu albatta qanaqadir musobaqani yana bir tezda o'tishiga imkoniyat. Polvonlar ko'ryapsiz-ku, mana hozir turish holatida albatta ikki oyoq turish kerak. Tizzasi bitta tizzasi tegsa, hakam tomonidan dakka beriladi. Albatta polvon degandan keyin oyoqda turib, o'sha tizza boshqa shotini gilamga tekkizmaslik kerak. Shu hali harakat davomida.
albatta ilgari shu mana ota-bobolarimiz kurashganda tizzasi gilamga tekkanda ham yutqizib, men yutqizdim deb chiqib ketgan paytlari ham bo'lgan. Hozir shu eski usullarimizni qo'llashga harakat qilib, shu gilamga yiqilganda shu hakam tomonidan albatta baholanadi. Albatta bu qachonki mana shu qonun qoidalar mukammal ishlaydigan bo'lsa, shundagina kurashchi jozibasi ham ortadi. Jahon miqyosida ham olib chiqishga, rivojlantirishga ancha yaxshi bo'ladi. Mana shu kurash hozir. Mana hozir sust kurashganligi uchun ko'k kiyimli polvonga, demak, dakki ogohlantirish berildi. Haqiqatan ham hozirgi daqiqada boshida tashabbusni Mamayusov o'z qo'liga olish uchun harakat qildi, lekin oxirgi daqiqada biroz menimcha shu toliqqanligi sezildi. Boyasa shu boyasdan hozir endi polvonlar gilamni, kuraga gilam ko'rmaganda o'z yoshida vazni bo'yicha juda chiroyli kurashgan. Endi hozirgi kunga kelib mana ikkinchi Mirzaqulovga ham hozir dakki e'lon qilindi. Mana 2 marta tizzasi gilamga tegdi, bittada yakkadan. Demak, mana ikkita tizzasi tekkanligi uchun bir marta dakki olgan. Mana endi ikkinchi marta yana shu holatni takrorlaganligi uchun g'irram berildi. Mana shunday qilib hozirgi daqiqada Abdulla Mamayusov g'alaba qozonib, keyingi davrada Bahromovga qarshi gilamda musobaqani davom ettiradi. Gilamda 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar, ular ham 36 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan sportchilar. Ko'k kiyimda Afg'onistonlik Muhammad Asef, uning raqibi esa O'zbekiston terma komandasi a'zosi O'lmas Mamasoliyev. Mana shu uchrashuvni ham respublika toifasidagi hakam Sherzod Mirzanov hozir boshqarib boradi. Ko'rib turganingizdek, har ikkala polvonni belbog'ini mahkam yana tortib tartibga keltirildi. Demak, endi ikkalasi ham bir xil imkoniyatdan to'liq foydalanish kerak. Bunga hakam imkoniyat yaratib berdi. Ko'rib turganingizdek, Afg'onistonlik, ya'ni Termizga yaqin bo'lgan Daryoning u betdan kelgan polvon endi hozir 45 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida o'z omadini birinchi bo'lib gilamga chiqib amalda namoyish etish uchun harakat qilyapti. Ko'ramiz endi ikkalasi oyoq harakatlariga agar e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi raqib navbatda o'zini shu oyoqlarini bermaslikka harakat qilyapti. Ko'k kiyimdagi juda hozir yashil kiyimdagi o'zbekistonlik O'lmas Mamasoliyev hozirgi harakatini ko'rdingiz. Dakki, chunki hozir bu yerda oyog'i bilan chalganligi tufayli bu yerda O'zbekiston terma komandasi a'zosi O'lmas Mamasoliyevga dakki e'lon qilindi. Albatta bizni kurashda oyoq solish, chil solishlar umuman taqiqlanadi. Ana harakat davomida solsa, g'irram berib mag'lubiyat ham beraverish mumkin-da bu kurashda. Albatta, bu endi qonun qoidada belgilangan usullarni amalga oshirish qat'iyan man etiladi. Mana endi hozir daqiqada yana ko'k kiyimdagi sportchi 2 marotaba hozir aylantirish jarayonida raqibi oyog'idan sal ko'tarildi, lekin shu yonboshga olgan taqdirda, yonboshga olganda hozir bemalol tashlash imkoniyati bor edi, lekin ko'rib turganingizdek vaznlari ham ancha, bu ayniqsa 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi uchrashuvlar ham kuchni talab etadi, ham mahorat kerak bu borada. Chunki bu polvonlar o'z davrida shu yoshiga to'lgan shu davrda rosa kurashgan. Shu O'zbekiston chempionati, shu xalqaro turnirlarda haqiqatan ham to'g'ri aytasiz, chunki bugungi mana endi bu yerda hozir ko'k kiyimdagi afg'onistonlik sportchi Muhammad Asef g'olib deb ma'lum qildi va 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar bellashuvida u keyingi davra bellashuvida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Albatta tizzasi tegish kerak emas deb aytamiz. Albatta mana yashil kiyimli polvon raqibi harakatdan foydalanib tizzasi tekkanligi uchun g'irram berildi, mag'lubiyat afg'onistonlik polvonga berildi. G'alaba afg'onistonlik polvonga berildi. Albatta biz usul juda haligi jahon andozasiga mos holatga ishlab chiqilmoqda. Gilamda 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi ko'k kiyimda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Xushbek Yo'ldoshev, uning raqibi ham O'zbekiston terma komandasi a'zosi Alijon Husanov. Mana bundan oldingi bellashuvda Turkmaniston va Tojikiston vakillari gilamga chiqishlari kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra ularning bellashuvi biroz orqaga surildi. Shu boisdan ham hozir musobaqani o'zbekistonlik 2 sportchi davom ettiryapti.
Bellashuvni andijonlik Shuhrat Isoqov boshqarib boryapti. Bu ham O'zbekistonning eng yetakchi polvonlaridan biri hisoblanadi. Keyingi paytlarda aka-uka Isoqovlar haqiqatda ham belbog'liq kurashni ommaviy bo'lishida, uni o'tkazishda juda jonbozlik ko'rsatib kelishyapti. Mana akasi hozirgi daqiqada musobaqaning bosh hakami bo'lsa, ya'ni Rustamjon Isoqov, ukasi Shuhrat Isoqov hozir gilamda o'tayotgan, ya'ni 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning bellashuvini boshqarib boryapti. Mana to'xtab buyrug'i berildi. Demak, hozir sportchilar hakam dakka e'lon qilyapti. Ogohlantirish e'lon qildi. Albatta bu borada hozir yashil kiyimdagi Husanov ikkalasi ham hozir belbog'dan mahkam ushlagan holda harakatni boshlaydi. Birinchi navbatda mana shu beldan mahkam ushlash ham ko'p ahamiyat kasb etadi. Hozir endi albatta qaysi biri qulay imkoniyat yuzaga kelishi. Hozirgi daqiqada ikkalasi ham bir xil, lekin yashil kiyimdagi sportchi o'zi mana endi yonbosh bahosi hozir yashil kiyimdagi polvonga berildi. Haqiqatda ham qiyin bir vaziyatdan raqibini hozir ikkalasi ham bir xil vaziyatga kelgan edi, lekin oxirgi urinishi esa ancha samarali yakunlandi. Yonbosh bahosi. Eslatib o'tamiz, faxriylar o'rtasida birinchi jahon chempionati, bu tarixda qoladigan musobaqa. Juda bu qaysi bir sportchi vazn toifasida yoshiga qarab g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu albatta nabiralari uchun ham esdalik bo'lishi turgan gap. Buni tomosha qilayotgan muxlislar ham hozirgi daqiqada mana shu faxriylar qancha imkoniyatga ega va kurashni qancha yoshga kirganda ham davom ettirish imkoniyati borligini o'zingiz shohid bo'lyapsiz. Mana endi hozir ko'k kiyimdagi sportchi Yo'ldoshovga dakka e'lon qilindi. Bu endi qachonki sust harakat qiladigan bo'lsa, shunday dakka oladi va uni g'alabaga bo'lgan imkoniyati qanchalik pastga tushib ketishdan muxlislar ham, kurashni o'zi ham juda yaxshi biladi. Shu bo'lsa ham 2 minut davomida qanchalik kuchga, imkoniyatga ega bo'lsa, shuni amalda namoyish etish kerak. Mana endi hozir qarang. Vaqt yakunlandi. Hozir g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Demak, mana hozir shunday qilib bir yonbosh bahosi bilan O'zbekiston terma komandasi a'zosi Xushbaq Yo'ldoshev g'alaba qozonib, u ham keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi. Hozir Rossiya terma komandasi a'zosi Arafil Ahmedxonov ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa O'zbekiston terma komandasi a'zosi Alijon Latipov. Rossiyalik sportchi Qozon shahri vakili. Muxlislarga ma'lumki, Volga bo'yidagi shaharlarning ko'pgina millatlari belbog'liq kurash bo'yicha shug'ullanib keladi. Farg'onada o'tkazilgan xalqaro musobaqada ham Rossiya terma komandasi a'zolari juda ko'p, juda iqtidorli sportchilar bilan tashrif buyurib, o'z mahoratlarini amalda namoyish etishgan edi. Mana ko'rib turganingizdek, hozirgi daqiqada Rossiya terma komandasi a'zosi birinchi navbatda raqibini oyog'ini yerdan uzib, hozir juda bir chiroyli harakatlari bilan tashlash imkoniyati yuzaga kelgan edi, lekin bu yerda uchrashuvni boshqarib borayotgan Shuhrat Isoqov ularni yana gilam markazida musobaqani davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. Aks holda bu yerda Arafil Ahmedxonov raqibini tashlash imkoniyati bor edi. Mana hozirgi daqiqada qanday baholanadi? Bu birinchi urinish. Mana yonbosh bahosi berildi. Yashil kiyimdagi Alijon Latipovga hozir yonbosh bahosi berildi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda rossiyalik sportchi o'zi ko'tarishga harakat qildi, lekin raqibi bosib qolib ustunlikka erishdi va yonbosh bahosi deb e'lon qilindi. Oldingi bellashuvlarga nisbatan hozirgi daqiqada bularning uchrashuvi biroz jonli, biroz qiziqarli o'tyapti.
Albatta biz yuqorida aytib o'tdik, birinchi, ikkinchi saralash musobaqalari ancha bir hayajonli o'tishi tabiiy. Asta-sekin sportchilar ko'nikma hosil qilishadi va shunga yarasha musobaqani sur'atni oshirib, yana bir ajoyib harakatlari bilan muxlislar olqishiga sazovor bo'lishlari tabiiy. Mana hozirgi daqiqada Latipov juda bir ancha shu holatdan chiqib ketish uchun harakat qilindi, urindi va uddasidan chiqdi. Va raqibini biroz bo'shashganligini sezib, o'zining afzalligini amalda namoyish etdi. Mana endi qanday bo'lmasa hozir Ahmedxon ham oyoq harakatlariga e'tibor bering. Ikkalasi ham bir xil vaziyatda, lekin Ahmedxonovning imkoniyatlari hozirgi agarda o'ziga tortadigan bo'lsa, tashabbusga erishishi mumkin. Mana biz O'zbekiston terma komandasi bosh murabbiysi Shavkat Mirzaqulov bilan birgalikda sharhlab boryapmiz. Shavkat aka, avvalambor mana endi hozir bu boshlanishida rossiyalik sportchi ancha tashabbusga erishdi va ko'rib turganingizdek, siz bilan imkoniyatlarni qanaqa baholaysiz? Endi rossiyalik hozir kurashayotgan ko'k kiyimdagi polvon Rafil Ahmedxonov bundan 2 yil oldingi Farg'onada bo'lib o'tgan xalqaro turnir g'olibi va Rossiya chempioni bir necha bor. Bu Rossiya kurashida, tatar kurashida o'zini yelkasi bilan tushib o'tib ketsa, ularda hisoblanadi. Bizlarda belbog'li kurashimizda hozirgi kunda musobaqa qoidalarining o'zgarishiga inobatga olib, shu orqaga kuragiga tushsa, ustiga tushgan raqibiga baholanadi. Shuning uchun hozir birinchi harakat juda ko'tarib olindi, lekin o'zi kuragiga tushib qolib, raqibiga yonbosh bahosini berib qo'ydi. Albatta, mana shu ko'targan paytda ham imkoniyatni albatta hisobga oldi. Mana ikkinchi marotaba ham hozirgi daqiqada rossiyalik sportchi. Mana rossiyalik sportchi hozir mana o'z usulini qo'llab, yonbosh bahosiga sazovor bo'ldi. Haqiqatda ham ko'rib turganingizdek, umuman tenor jihatdan bu yerda Latifga qaraganda xolisona baho beradigan bo'lsak, Ahmedxonovning mahorati ancha ustunligi hozir ko'rinib turibdi. Albatta bu aytib o'tish kerakki, u ham menimcha shu o'z mamlakatda shu o'tkazilgan musobaqalarda g'alaba qozongan bo'lsa ajab emas. Chunki mana shu musobaqalarga faqat o'z mamlakatlarining eng yetakchi polvonlari hozir jahon chempionatining oltin medalini qo'lga kiritish musobaqani davom ettirishyapti. Aytganingizdek, bu Rafil Ahmedxonov 42 yoshda, hozirda ham bu shu yoshlar o'rtasida ham musobaqalarga qatnashib, shu yuqori o'rinlarga sazovor bo'ladi. Hozirgi kunda ham. Shu yerda bir narsani aytib o'tish kerakki, o'tgan yili Shahrisabzda birinchi marta belbog'li kurash bo'yicha 81 kilogramcha bo'lgan vaznda jahon chempionati musobaqalari o'tkazildi. Uni muxlislar juda yaxshi biladi. Mana endi bu yerda hozir Alijon Latipovga shifokorlar yordam ko'rsatishdi, yana gilamga qaytdi. Demak, hozir ikkalasining ham imkoniyatlari teng. Ikkalasida ham bittadan yonbosh bahosi bor. Endi qolgan daqiqalarda qaysi biri birinchi bo'lib shu harakatni boshlasa, Alisher Latipovda bitta dakki ogohlantirish bor. Demak, agarda shuni ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bu borada hozir Rafil Ahmedxonov ancha oldinda boryapti. Mana endi ko'rib turganingizdek, hozirgi holatda yana rossiyalik sportchi amalda harakatni namoyish etdi. Yonbosh bahosi yana bu yerda hozir Rafil Ahmedxonovga berildi. Mana shunday qilib hozir g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Mana bu yerda hozir studiya informator Alijon Latipov hozir ikkita yonbosh bahosi bilan g'alaba qozonib, keyingi davrada qatnashganligi ma'lum qilindi. Gilamda hozir 90 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar yoshi 36 dan 45 gacha. Ko'k kiyimda Turkmaniston terma komandasi a'zosi Ahmed Kulakov, uning raqibi esa qirg'izistonlik Fatiddin Ibragimov. Mana shu uchrashuvni ham Shuhrat Isoqov boshqarib boryapti. Ko'rib turganingizdek, agarda biz mana shu faxriylar o'rtasida o'tayotgan musobaqada yoshlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 36 yoshdan 45 yoshgacha 65, 75, 90 va 90 kilogramdan yuqori. 45 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida esa 90 va 90 dan ortiq. 55 yoshdan 61 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida ham ikki vazn toifasi bo'yicha, ya'ni 80 va 80 dan ortiq. Mana endi bu yerda hozir halol bahosi
Haqiqatda ham bu yerda tojikistonlik Qurbonov hozirgi bellashuvda g'alaba qozonib, keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 90 kilogramda bo'lgan vazndagi sportchilarning ikkinchi juftligi hozir musobaqani davom ettiryapti. Eslab birinchi juftlikda Turkmaniston terma komandasi a'zosi Ahmed Kulakov qirg'izistonlik Fatiddin Ibragimovni mag'lubiyatga uchratib, keyingi davraga yo'llanma olgan bo'lsa, uning raqibi hozirgi uchrashuvda g'alaba qozongan sportchi bo'ladi. Ko'k kiyimda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Ernazar Egamberdiyev Sirdaryo viloyatidan, uning raqibi esa O'zbekiston terma komandasining yana bir a'zosi Namanganlik Qodirjon To'ychiyev o'rtasida o'tayotgan musobaqa. Bular yoshi 45 gacha, ya'ni 36 dan 45 gacha. Mana shu 90 kilogramdan so'ng 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar bellashuvni davom ettirishadi. Ikkalasi ham bir xil holatda bellardan mahkam ushlagan. Qani, tashabbus, kuch, qudrat qaysi birida? Birinchi navbatda hozirgi daqiqada ko'k kiyimdagi sportchi Egamberdiyevning biroz kuchi ko'proq ekanligi hozir xatti-harakatlardan ko'zga tashlanyapti. Mana shu kuchga yarasha biroz sportchida texnika bo'ladigan bo'lsa, bemalol hozir raqibini belidan mahkam siqib, yonga tortib ko'tarish imkoniyati bor, shunday emasmi? To'g'ri. Aytganingizdek, bu Egamberdiyev Ernazar Sirdaryo viloyati Bayov tumanining polvoni bo'lib, u Bayov tumanida Egamberdiyevlar sulolasi bor. Shulardan biri. Uni o'g'illari hozirda O'zbekiston chempioni, shu kurashayotgan Egamberdiyevning o'g'li Shernazar O'zbekiston chempioni. Albatta, ko'rib turganingizdek, ota izidan borgan farzand ham hozirgi kunda mana shunday mamlakat chempioni unvoniga sazovor bo'lib, hozirgi kunda xalqaro musobaqalarda respublikamiz sport sharafini himoya qiladigan bo'lsa, albatta nur ustiga a'lo nur. Qachonki ota har bir mehnatda yoki sportda o'rnak bo'ladigan bo'lsa, oilada xotirjamlik, fayz baraka va qolaversa, ajoyib barkamol insonlar kamolatga yetishi tabiiy. Mana ko'ramiz, hozir musobaqaning deyarli belgilangan 1 minuti yakunlandi, lekin harakatlardan hech bir aniqlikni ko'rayotganim yo'q. Ikkalasi ham bir-birini hozir paynib o'ylayapti. Biri agarda biroz uzoq harakat qiladigan bo'lsa, ikkinchisi shu zotga ilib ketishi tabiiy. To'g'ri aytganingizdek, bu kurashda hozir raqibini xato qilishni kutib, ikkalasi ham harakat qilmayapti. Menimcha bu sportchilar ham o'z davrida, agar yoshiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu respublika chempionatlarida ham, xalqaro musobaqalarda ham bir-biriga ro'para kelib, imkoniyatlarini yaxshi bilish mumkin. Mana endi hozir ikkalasi ham harakati bir xil yon tomonda. Endi bekor berildi, lekin ikkalasi ham tizalab birinchi tizzalaga tushib, ikkalasi baravar. Ana ko'rib turganingizdek, bu shu gohida bo'ladigan holatlar, chunki ahyonda bo'ladigan holatlar ham mana bu bir marta bo'ldi. Ko'zga tashlanadi, chunki qilinayotgan urinishlar birinchi navbatda shu biz yuqorida aytib o'tdik, kuch qudratiga va qolaversa imkoniyatlariga inobatga olinadi. Umuman oladigan bo'lsak, men aytib o'tdim, faxriylar o'rtasida 9 vazn toifasi bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi va g'oliblar aniqlanadi. Ayniqsa 61 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning bellashuviga juda qiziqish katta, chunki shu yoshda ularning vazniga e'tibor berilmadi. Mana shu yoshda qaysi biri xohlaydigan bo'lsa, gilamda o'z mahoratini amalda namoyish etishi mumkin. Musobaqaning esa oxirgi daqiqalari o'tib boryapti, lekin boshlangan minutlar esa tobora yakuniga yetmoqda. Lekin qaysi oxirgi daqiqada mana qarang, vazn ancha og'ir. Yerdan uzib olish uchun birinchi navbatda juda katta kuch kerak. Mana quyosh menimcha biroz hozir shu gilamga ham ta'sirini ko'rsatgan, oyoqlariga e'tibor beradigan bo'lsak, qarang, hozir gilamda shu yurishyapti. Termizda muxlislar yaxshi biladi. Respublikamizning boshqa viloyatlariga qaraganda harorat ancha yuqori. Mana endi hozir bu yerda uchrashuvni boshqarib borayotgan Shuhrat ikkalasini gilam markaziga taklif etdi va g'alaba qozongan sportchi hozir ma'lum qiladi. Mana shunday qilib O'zbekiston terma komandasi a'zosi Namanganlik
sportchi Qodirjon To'ychiyev musobaqada g'olib deb ma'lum qilindi va u keyingi davrada Turkmaniston terma komandasi a'zosi Kulakovga qarshi musobaqani davom ettiradi. Gilamda 90 kg bo'lgan vazndagi sportchilarning 3-juftligi. Albatta ko'rib turganingizdek, mana shu hozir bellashuvda g'alaba qozongan sportchilar chorak finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Ko'k kiyimda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Tilla Abdullayev, uning raqibi esa u ham O'zbekiston terma komandasi a'zosi Qahramon Tursunbekov. Biz yuqorida aytib o'tdik, bellashuvni respublika toifasidagi hakam Sherzod Mirzani boshqarib boryapti. Mana endi hozir dastlabki daqiqadagi hozir harakat mana halol. Mana ikkita hakam halol bahosi berildi va Qahramon Tursunbekov halol bahosi bilan ko'rib turganingizdek, musobaqa 1 minut ham o'tgani yo'q. Qahramon Tursunbekov hozir juda bir ajoyib usulda raqibini aylantirib tashladi va halol g'alabaga erishib, u ham chorak final ishtirokchisiga aylandi. 90 kg bo'lgan vazndagi sportchilarning 4-juftligi mana ko'rib turganingizdek, bu vaznda deyarli hamma sportchilar o'z vaqtida hozir gilamga chiqib musobaqalarini davom ettirishyapti. Ko'k kiyimda Abduvohid Yunusov, uning raqibi esa Tojikiston terma komandasi a'zosi Yo'lchibek Ziyoddinov. Abduvohid Yunusov, mana endi albatta siz buni juda yaxshi bilasiz. Biroz ta'riflab bersangiz. Abduvohid Yunusov bu o'z davrida O'zbekistonda bir necha bor chempion bo'lgan, hozirgi kunda shu Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi raisi va o'sha raislik bilan birgalikda kurashda ham shug'ullanib, mana faxrlar o'rtasida jahon chempionatida qatnashmoqda. Haqiqatda zuvalasi juda pishiq. Umuman oladigan bo'lsak, Yaypanni shon-shuhratini ulug'lashga bu endi iloji boricha shu 18-19 yoshlarga xos bir shijoat bilan kurashni boshladi. Ko'ramiz, unga hozir qarshi bo'lgan Yo'lchibek Tojikiston terma komandasi a'zosi ham respublikamizda bo'ladigan ko'pgina musobaqalarda, xalqaro turnirlarda doimiy ravishda mehmon sifatida ishtirok etib kelgan va birinchi jahon chempionatida ko'rib turganingizdek bir-biriga munosib bo'lgan ikki sportchi. Mana endi hozir bu yerda cho'kkalab farg'onalik sportchi Abduvohid biroz cho'kkalab hozir harakat qilganligi tufayli menimcha hozir hakam mana dakki e'lon qildi. Chunki o'z vaqtida qachonki mana shunday xolisona bir baholab ma'lum qilib turadigan bo'lsa, shunda kurashni bir jozibasi ham, surati ham oshishi mumkin. Mana agarda yana shunday bir holatga tushadigan bo'lsa, albatta g'alaba bu yerda tojikistonlik sportchi muddatdan ilgari g'alabani ta'minlab, u ham chorak finalda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Ko'ramiz endi hozir biroz noqulay ahvolga chiqqan Abduvohid Yunusov hozir qanday chora ko'rar ekan. Albatta imkoniyatlari bor. Hali vaqt bor, harakat qilsa o'zini natijasiga erishishi mumkin. Mana endi faxriylarni to'plashda, ularni shu yig'inlarni o'tkazishga ham sizlar har tomonlama yordam berdinglarmi? Yordam berdik. Ularni Jizzaxda bu jahon chempionati saralash musobaqasi o'tkazildi, o'z xabaringiz bo'lsa, shu yerda hamma respublika viloyatlaridan shu faxriy polvonlar kelib, Jizzax Olimpiya zaxiralari kollejida saralab olindi. Keyinchalik hamma viloyatlar o'z a'zolari bilan shu terma jamoa zborida qatnashib, keyin bu Termizga yo'l oldi. Mana hozir bu yerda tojikistonlik Yo'lchibekka ham dakki e'lon qilindi. Demak, ikkalasidan ham hozir imkoniyatlari teng. Mana shunday teng holatda qoladigan bo'lsa, oxirgi berilgan baho menimcha shu inobatga olinsa kerak. Oxirgi, masalan, hozir dakki berildi, oxirgi dakki olgan kurashchi bu imkoniyatni boy beradi. Agarda yonbosh bahosi berilsa, oxirgi olgan yonbosh yutib ketadi. Albatta ko'rib turganingizdek, qanchalik imtiyozlari borligini ham aytib o'tish o'rinli, chunki vaziyatlar teng. Qaysi bir sportchi o'zining imkoniyatlarini butun shu 2 minut davomida bir
saralab sarhisob qilishga harakat qiladi. Ayrimlari esa boshida shu bir shu bahoga sazovor bo'lgandan keyin oxirigacha ushlab qolib, shu bilan g'alabani ta'minlash uchun urinishi tabiiy. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir ikkalasida ham imkoniyat bor. Bir xil holatda va tomoshabinlar hozir ikkita gilamda o'tayotgan. Bu juda kamdan kam bo'ladigan bir jarayon. Birida belbog'lik kurash, ikkinchisida esa o'zbek kurashi bo'yicha faxriylar. 30 mamlakat vakillari tashrif buyurishgan. Ko'rib turganingizdek, bizning gilamda asosan Rossiya, Afg'oniston, O'zbekiston vakillari musobaqani, Tojikiston, Turkmaniston vakillari, Qirg'iziston vakillari ishtirok etayotgan bo'lsa, ikkinchi bir gilamda qit'aning Yevropadan ham, Latin Amerikasidan ham, Yangi Zelandiyadan ham mehmonlar tashrif buyurish, ular ham o'z mahoratlarini namoyish etishyapti. Musobaqaning tugashiga ozgina vaqt qoldi. Menimcha hozirgi daqiqada qandaydir chora ko'rish kerak, chunki ikkalasi bir-birini ancha vaqtdan beri tortyapti, lekin urinishdan samara yo'q. Ana oxirgi soniyalar ketyapti. Bu yerda ikkalasida ham bittadan dakka ogohlantirishi bor. Agar ana shu shundaycha tugasa, oxirgi dakka olgan kurashchi bu yerda mag'lubiyatga uchradi. Mana endi hozir g'irrom e'lon qilindi. Mana shunday qilib tojikistonlik Yo'lchibek Ziyovdinov bu musobaqada g'olib deb e'lon qilindi va chorak final musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Tursunbekovga qarshi musobaqani davom ettiradi. Gilamda 90 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi davom etyapti. Abdusalam Mehmonov O'zbekiston terma jamoasi a'zosi ko'k kiyimda, uning raqibi yashil kiyimda esa Tojikiston terma jamoasi a'zosi Sohib Zoitov. Bundan oldingi bellashuvda esa mamlakatimizning zabardast polvonlaridan biri Azam Shokirjonov raqibini mag'lubiyatga uchratib, keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritgan edi. Mana ana shu vaznda hozir g'alaba qozongan sportchi keyingi bellashuvda Shokirjonovning raqibi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bo'y basti ham ikkalasiga bir-biriga munosib. Hozir to'xta buyrug'i berildi. Yonbosh bahosi hozirgi daqiqada ko'k kiyimdagi Mehmonovga. Mana sud informatori ham hozir ma'lum qildi. Abdusalam Mehmonov ko'k kiyimdagi sportchi hozir juda bir yerlatib aylantirdi va osongina raqibini hozir holatga tushirdi. Mana gilam markazidan hozir polvonlar musobaqani davom ettirishyapti. Biroz ustunlik hozir bu yerda Mehmonov tomonida. Oxirigacha agar shu imkoniyatni saqlab qolsa ham polvon ancha zabardast kurashchiga qarshi musobaqani davom ettiradi. Albatta keyingi davrada bu yerda g'alaba qozongan sportchiga yengil bo'lishi qiyin. Mana endi hozir ketma-ket 2 marotaba bu yerda Abdusalam Mehmonov yonbosh bahosiga sazovor bo'ldi va halol sof g'alabani qo'lga kiritib, Mehmonov keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 90 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi Nemajon To'chiyev ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa To'rabek Navrozov. Nemajon Namangan viloyati vakili, To'rabek esa Sirdaryo viloyatidan. Nemajon To'chiyev shu Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani kurash maktabi direktori hisoblanadi hozirgi kunda. Hozirgi kunda uning shogirdlari bir necha bor respublika chempionlari, umid nihollari g'olibi, universitet g'oliblari chiqqan shu maktabdan, shu maktabning boshqaruvchisi, rahbari bo'lib, mana hozirgi kunda faxriylar o'rtasida jahon chempionatida qatnashdi. Haqiqatan ham Nemajonni biz juda yaxshi bilamiz. O'z davrida mana shu respublikamizning bir necha bor chempioni bo'lgan. Qolaversa, har bir viloyatning o'ziga xos bir sport turlari bo'ladi. Biz bu borada albatta To'raqo'rg'on, Yangiqo'rg'on polvonlarini mana shu Namangan terma jamoasi tarkibida ham, O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ham ko'pgina yirik musobaqalarda ishtirok etganligini shohidi bo'lganmiz. Agarda bu borada
Farg'onaga to'xtaladigan bo'lsak, Farg'onada asosan belbog' kurashning eng markazi Bag'dod hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, Ne'matjonni shogirdlari og'ir vaznlarda ham doimo O'zbekiston terma komandasi tarkibida yirik musobaqalarda ishtirok etib kelgan va ularning mana aka-ukalarini biz yodga olishimiz mumkin. Mana shu juda bir kuchli zabardast polvonlar bo'lishgan. Shu ularni shogirdlaridan Baxtiyor Bozorov O'zbekiston mutlaq chempioni unvoniga sazovor bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha Bozorovning ukasi Shuhrat Bozorov ham shu og'ir vaznlar o'rtasida akasini an'anasini davom ettirayotgan polvonlardan biri hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, Ne'matjon juda bir talabchan, qolaversa mana shu belbog'liq kurash bo'yicha o'tayotgan musobaqalarda ham doimiy tashkiliy ishlarda ham har tomonlama ko'mak beradigan insonlardan biri hisoblanadi. Albatta, mana endi gilamda qachonki shu qilgan ishlarini amalda namoyish etadigan bo'lsa, nur ustiga yana bir a'lo nur bo'ladi. Hozirgi daqiqada ko'rib turganingizdek, biroz agarda sportchini qaddi qomatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda Ne'matjonni biroz ustunligi hozir ko'zga tashlanyapti. Lekin albatta To'rabek Navro'zov ham juda bir zivolasib shu polvonlardan hisoblanadi. Hozir hech belini shunda bemalol berayotgani yo'q. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar Ne'matjon o'ziga tortishga harakat qilyapti. Mana hozir dakka e'lon qilindi. Chunki hozir mana ogohlantirish dakka e'lon qilindi. Bu sportchilar ham mana musobaqaning deyarli yarmi ortda qoldi, lekin mana shu o'tgan vaqt ichida hali urinishlar to'liq amalga oshgani yo'q. Mana endi hozir 2 marotaba hozir dakka e'lon qilingandan so'ng g'irrom ma'lum qilindi va shunday qilib hozir g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Mana Ne'matjon To'ychiyev hozir musobaqada g'olib deb e'lon qilindi va Jahon chempionatining keyingi bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. To'qson kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar ko'k kiyimda Tojikiston terma komandasi a'zosi G'oibnazar Ernazarov, yashil kiyimda esa O'zbekiston terma komandasi a'zosi Erkin Tursunov. Musobaqaning esa birinchi daqiqalari o'tib boryapti. Mana endi uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam yana ularni beldan barala, ya'ni bir xil vaziyatda ushlashga imkoniyat yaratdi. Mana hozir ketma-ket hozir bosh hakamga murojaat etyapti. Chunki buyruq berilgandan so'ng soat ishga tushadi va har bir soniya esa o'z vaqtida inobatga olib boriladi. Mana endi bu sportchilar haqida nima deya olasiz? Tojikistonlik sportchilar ham menimcha o'zlarini eng yetakchi polvonlari bilan tashrif buyurishgan. Aytganingizdek, tojikistonlik sportchi, hozir kurashchimiz harakat qilib yonbosh bahosiga sazovor bo'ldi. G'oibnazar Ernazarov yana bitta ana shunday harakat qiladigan bo'lsa, G'oibnazarov muddatdan ilgari g'alabani ta'minlab imkoniyati borga o'xshaydi. Ko'rib turganingizdek, Ernazarov bu Tojikistonning Xo'jand tumani, Xo'jand viloyatidan bu ko'proq katta sayllar g'olibi, to'ylarda, sayllarda kurashib e'tiqodgan kurashchi. Erkin Tursunov bu ana Erkin Tursunov hozir majbur qildi tizalatishga va dakka bahosi berildi. Ogohlantirish berildi. Ko'rib turganingizdek, hozirgi daqiqada bu yerda tojikistonlik sportchi Ernazarovning imkoniyatlari ishonarli harakat qilyapti. Agarda shu gilamga chiqqanda o'zi ko'zga tashlanadi. Sportchining qanchalik kuch-quvvatga egaligi, uning texnik mahorati, qobiliyatlari to'la namoyon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu ikkalasi ham bir-birini yaxshi biladigan polvonlar, shu boisdan ham hozir bir-birini sinab ko'rmasdan to'g'ridan-to'g'ri usullarni amalga oshirish uchun harakatni boshladi. Mana ikkinchi marotaba hozir bu yerda yana Erkin Tursunovni cho'kkalatib qo'ydi va g'irrom bahosi berildi. Shunday qilib Tojikistonlik G'oibnazar Ernazarov
musobaqada g'alaba qozonib, u ham jahon chempionatining keyingi bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar musobaqani davom ettirishyapti. Bu albatta o'z davrida haqiqatan ham Andijonning Baliqchisidan, Qorako'ldan, umuman oladigan bo'lsak, juda ko'plab tumanlardan ajoyib polvonlar dong taratishgan. Mana shular orasida albatta Kamoliddin Nuriddinovning xizmatlarini alohida ta'kidlash kerak. Uning raqibi esa tojikistonlik Aliboy O'rinboyev. U ham mana shu menimcha Xo'jan viloyatidan bo'lsa kerak, chunki shu bizga yaqin bo'lgan qo'shni mamlakatning tumanlaridan mana shu o'zlarini mahoratlari bilan olqishga sazovor bo'lgan sportchilar bir-birlarini juda yaxshi bilishadi va shu boisdan ham bular o'rtasidagi bellashuv doimo kurash muxlislari diqqati e'tiborda. Mana endi hozir biroz tayyorgarlikdan so'ng hozir musobaqa ruxsat berildi. Uchrashuvni esa hozirgi daqiqalarda ikkita hakam boshqarib boryapti. Biri Toshkentdan, ikkinchisi esa Andijon shahridan. Mana endi umuman musobaqani 3 ta hakam boshqarib boradi. Ikkita yon tomondan, bittasi esa gilamda. Albatta o'z vaqtida agar kerak bo'ladigan bo'lsa, yon hakamlarning bergan bahosi ham uchrashuv taqdirini hal qilishga katta ahamiyat kasb etadi. Mana nihoyat hozir endi studiya informator har ikkala kurashchi bilan hozir tanishtirib o'tdi. Haqiqatan ham mana endi sizni fikringizni bilsak. Mana bunda Kamoliddin Nuriddinov bu juda eski bizni ustozimiz degan bo'ladi. Mohir polvonlardan hisoblanadi. Ular davrida O'zbekistonning mutlaq chempionligida, O'zbekistonning bir necha bor chempioni va shu Qirg'izistonning Novqat shahrida bo'ladigan xalq sayllari g'olib bo'lgan davrida. Hozirgi kunda mana o'zingiz ko'rib turibsiz, 56 dan 61 yoshgacha bo'lgan polvonlar o'rtasida shu olishuvda qatnashyapti. Uning raqibi tojikistonlik O'rinboyev Aliboy ham shu Tojikistonda shu Xo'jand viloyatining O'ratepa rayonini eng ko'zga ko'rgan polvonlardan biri. Mana endi Kamoliddin akaning ustunlik tomonlari, masalan, har bir sportchining o'zi qo'llaydigan usullari bo'ladi. Ko'proq shu o'tkazilgan musobaqalarda qanday usullarni shu amalda oshirardi? Kamoliddin polvon shu raqibni chalg'itib, shu tezlik bilan harakat qilib kirib borish holati. Kirib borish holati. Keyin shu qo'lini kuchligi bilan yelka urib, qo'lni yetkazib ko'tarib ketish holatlari juda mukammal o'rgangandi. Mana hozir ham shu baribir o'sha usullar qolgan deb o'ylayman. Mana hozirgi raqibiga shu tojikistonlik polvonga sust harakat qilganligi uchun dakki ogohlantirish berildi. Demak, aytib o'tish kerakki, mana shu 92-yillar bo'lsa kerak, shu Andijonda o'tkazilgan birinchi xalqaro musobaqalarda mana shu qo'shni mamlakatlardan, Turkmaniston, Tojikistondan kelgan polvonlarning ko'pchiligini biz hozir Termizda ko'ryapmiz. O'sha paytda shu yuqori natija ko'rsatgan polvonlar yana qaytib, yana didorlashib, yana gilamda shu yoshlik davrlarini eslab, yana musobaqada o'z mahoratlarini amalda namoyish etishyapti. Bu albatta quvonarli hol. Shunday musobaqalar o'tsa, albatta biz mana jahon chempionati faxriylar o'rtasida bir necha yillardan beri sambo kurashi bo'yicha o'tkazib kelinadi. Erkin kurash bo'yicha. Mana endi nasib qilgan ekan shu o'zbek kurashi bo'yicha ham, belbog'lik kurashi bo'yicha ham birinchi jahon chempionati o'tkazilyapti. Bu albatta faxriylar qachonki o'zlarini imkoniyatlarini amalda namoyish etadigan bo'lsa, shu joylarda, mahallalarda ham, tumanlarda ham bemalol mana shu kurashni rivojlantirish uchun imkoniyatlar bor. Shuni ko'rgan yosh albatta shu otalariga ergashib, to'garaklarda o'z mahoratlarini oshirishlari mumkin. Mana hozir g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Shunday qilib bu yerda Tojikiston vakili Aliboy O'rinboyev kichik ustunlik bilan g'alaba qozonib, jahon chempionatining keyingi bosqichida qatnashishini qo'lga kiritdi. Oxirgi
dakki bahosini Kamoliddin Nurdinov olganligi uchun raqibiga g'alaba berildi. Ko'rib turganingizdek, biz yuqorida aytib o'tdik, oxirgi daqiqada erishgan natija ham, boy bergan holat ham. Gilamda 91 kilogramdan ortiq vazndagi, ya'ni 56 yoshdan 61 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'zaro musobaqasi davom etyapti. Ko'k kiyimda Qirg'iziston terma komandasi a'zosi To'ychi Nuriddinov O'sh viloyatidan, uning raqibi esa Yo'ldosh Botirov O'zbekiston terma komandasi a'zosi Namangan viloyatidan. Mana ko'rib turganingizdek, Tojikiston, Qirg'iziston vakillari ham ketma-ket gilamga chiqib, o'z imkoniyatlarini amalda namoyish etishyapti. Biz albatta bundan oldingi bellashuvda Kamoliddin Nurdinovga juda katta bir ishonch bilan, e'tibor bilan qaragan edik, lekin ikkala sportchining kuchi, mahorati teng kelganligi tufayli oxirgi daqiqada biroz Nurdinov sust harakat qilganligi tufayli unga dakki e'lon qilindi va g'alaba bu yerda Aliboy O'rinboyevga berildi. Hozir esa Qirg'iziston vakili To'ychi Nuriddinov Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani vakili Yo'ldosh Botirovga qarshi musobaqani davom ettiryapti. Kun harorat ancha yuqori, biroz shaboda esib turibdi. Bu albatta biroz bo'lsa-da tomoshabinlarga qanaqadir orom baxsh etyapti. Gilamda esa zabardast otaxon polvonlar hozir o'z mahoratlarini amalda namoyish etishyapti. Mana endi sizni fikringizni bilsak. Qirg'izistonlik polvon To'ychi polvon bu shu O'sh viloyatida polvoni bo'lib, bu o'sha Navqatda bo'ladigan xalq sayillarida mana ko'rdingiz, Yo'ldosh Botirov bitta usul bajarib yonbosh bahosiga ega bo'ldi. Bu Yo'ldosh Botirov Namangan viloyati polvoni shu saralash bosqichida ham o'zini ko'rsatib, birinchi o'rinni egallagandi. Ko'rib turganingizdek, haqiqatda ham mana shu birinchi jahon chempionatiga yaxshi tayyorgarlik ko'rganligini amalda namoyish etdi va bu yerda Namangan viloyati vakili Yo'ldosh Botirov hozir g'alaba qozonganligi ma'lum qilindi. Shunday qilib, Yo'ldosh Botirov jahon chempionatining keyingi bosqichida ishtirok etadigan bo'ldi. 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning navbatdagi juftlikni gilamga taklif etdi. Ko'k kiyimda Mamatoli Ismoilov O'zbekiston terma komandasi a'zosi, Bobo Toshmurodov Tojikiston terma komandasi a'zosi yashil kiyimda. Agar soqoliga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatda ham otaxonni hozir gilamga chiqib bel olishini o'zi ham ko'pchilikda juda bir qanaqadir hayajon uyg'otishi tabiiy. Mamatoli Ismoilov shu Andijon viloyati kurash federatsiyasini boshqaradigan shu ustozlarimizdan. Mana bular eng yoshi katta polvonlar sarasiga kirib, 61 dan yuqori yoshdagi polvonlarni sarasiga kirishadi. Haqiqatan ham mana biz yaqinda shu Jizzaxda o'tkazilgan san'at musobaqalarida shu Mamatol akani uchrashuvini shohidi bo'ldik. Haqiqatda ham musobaqa oldidan suhbatlashganimizda badanda hali albatta kurashni qanaqadir qoni aylanib yuribdi. Shuning uchun ham yana bir bor birinchi jahon chempionatida o'z omadimni sinab ko'rib, yurish pasa chempion bo'lsam, bu haqiqiy hayotimdagi eng quvonchli voqealardan biri bo'ladi deb aytdi. Ko'ramiz endi. Unga nisbatan albatta Bobo Toshmurodovning yoshi ancha ulug' bo'lishi tabiiy. Ikkita otaxon hozir bir azot bir-birini beldan mahkam ushlagan holda hozir harakat qilyapti. Birinchi navbatda yon berish kerak emas. Agarda shu holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu yerda Mamatol aka biroz raqibiga qaraganda engashib, yon tomondan shu agarda kuchini to'plab o'ziga tortadigan bo'lsa, yon tomon ko'tarishi mumkin. Mana endi hozir bu yerda yashil kiyimdagi Toshmurodov hozir faoliyati yo'q. Faolroq harakat qiladigan bo'lsa, albatta mana shunday dakki bahosini olmas edi. Hozir studiya informator bu yerda tojikistonlik sportchi dakki olganligini ma'lum qildi. Mana har ikkala polvonda ham bittadan dakki ogohlantirish berilgan. Endi oxirgi daqiqagacha shunday qoladigan bo'lsa, albatta
Mamasolaga g'olib deb e'lon qilinadi. Mana endi bu orada hozir chamasi bir 50 sekundcha vaqt bor, to'xtab buyruq berildi. Mana endi hozir ikkinchi marotaba dakka qirom e'lon qilindi. Hozir endi g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Biz oldida aytib turganimiz Tojikistonlik Bobo Toshmurodov hozir g'olib deb e'lon qilindi. Ikkinchi dakka bahosi esa Mamatali Ismoilovga berilgan edi. Mana shunday qilib bu vaznda Tojikiston vakili hozir keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 61 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi hozir musobaqani davom ettiryapti. Ko'k kiyimda Qirg'iziston terma komandasi a'zosi Inom Muhammadiyev va uning raqibi esa tojikistonlik Abduhakim Qoraboyev. Mana shu uchrashuvni ham Toshkentlik Respublika doirasida hakam Isojon Mirzaqulov boshqarib boryapti. Bularni qarang, qaddi qomati, otaxonlarning qaddi qomati bir-biriga munosib. Mana hozir bu yerda yashil kiyimdagi sportchi cho'kalab qolganligi tufayli hozir yonbosh bahosi ko'k kiyimdagi Qirg'iziston vakili Mamasoliyevga berildi. Agar yana bir hozir shunday holatga erishadigan bo'lsa, muddatdan ilgari Qirg'iziston vakili g'alaba qozonib, keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Kurash hozir buyruq berildi. Mana qarang, ikkinchi marotaba ham hozirgi daqiqada bu yerda. Ikkinchi marotaba ham bu yerda yonbosh bahosiga Qirg'izistonlik sportchi Mamasoliyev sazovor bo'ldi. Shunday qilib Inom Mamasoliyev ikki yonbosh bahosi bilan jahon chempionatining keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Hozirgi damda 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning saralash musobaqasi birinchi juftligi 61 yoshdan yuqori bo'lgan otaxon polvonlar ko'k kiyimda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Abduqodir Jumaboyev, uning raqibi esa Jahparali Haydarov, u ham O'zbekiston terma komandasi a'zosi. Mana shu bellashuvda g'alaba qozongan sportchi chorak finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Mana endi otaxon ham bir-birini beldan juda mahkam ushlagan holda hozir kurashni boshlab yuborishdi. Qarang. Qaysidir daqiqalarda ularning xatti-harakatlari haqiqatda yoshlarga namuna bo'ladigan darajada bir usullarni amalga oshirib kelishyapti. Musobaqaning deyarli birinchi minuti yakunlanib boryapti. Hali qilingan urinish, harakat baho olgani yo'q. Iloji boricha hozir bu yerda yashil kiyimdagi Haydarov tashabbusni o'z qo'liga olish uchun harakat qilyapti. Ko'rinishi ham, bo'y basti ham ikkalasini bir-biriga munosib hozir. Mana endi ko'k kiyimdagi Jumaboyevga dakka ogohlantirish e'lon qilindi. Agar ikkinchi marotaba ham bu yerda Jumaboyev shunday holatga tushadigan bo'lsa, musobaqani davom ettirish huquqidan mahrum bo'ladi. G'alaba esa Haydarovga beriladi. Shuning uchun ham hozirgi daqiqada iloji boricha Jumaboyevning o'zi tashabbusini qo'lga olish kerak. Buning uchun esa harakat qilish kerak. Yerdan o'zib olish ancha mushkul kechayapti. Mana qarang, bir oyog'ini amal taqal qilib ko'taradigan bo'lsa, ikkinchisiga kelganda mana endi hozirgi daqiqada ikkinchi bir polvon Jahparali Haydarovga ham dakka e'lon qilindi. Ikkalasining imkoniyati hozirda yana bir tenglashdi. Oxirgi daqiqada qaysi biri otaxon hozir ustunlikka erishar ekan. Qarang, sochlari oqargan, zvolasi shu otaxonlar. Albatta bularning farzandlari ham kurashchi bo'lishi tabiiy. Mahkam ushlagan, qarang, e'tibor bering. Bir-birini beldan mahkam ushlab hozir ikkalasi ham qaysi biri birinchi usulni boshlaydi, harakatni amalga oshiradi. Buning uchun esa ozgina bo'lsa ham ko'proq kuch kerak. Buni harakat hozir endi urinishlar bo'ldi, lekin harakat hozir endi to'xtash buyrug'i berildi. Uchrashuv esa yakunlanadi deb bo'ldi. Mana endi 61 yoshdan yuqori bo'lgan, ya'ni 80 kilogramdan ortiq vazndagi otaxonlarni
siz mahoratini qanaqa baholaysiz? Mana hozir yana to'xta buyruq berildi. Oyoq Chalganligi tufayli bu yerda hozir yonbosh mana student formati bu yerda Jahparali Haydarovga yonbosh bahosi berilganligini ma'lum qildi. To'g'ri. Hozir Jakvarali shu oyoqni o'tkazib yonbosh qilib ustunda yonbosh bahosiga ega bo'ldi. Demak, gohida qilinadigan shu oyoq harakatlari ham qanchalik aniq bajariladigan bo'lsa, shundagina qilingan urinish o'z vaqtida samarali baholanib boradi. Shundaymi? To'g'ri. Endi agarda musobaqaning oxirgi daqiqasigacha shunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana shunday qilib Jahparali Haydarov yonbosh bahosi bilan haqiqatan jahon chempionati 61 yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar o'rtasida 81 kilogramdan yuqori vaznda keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Albatta, keyingi bosqichda uning raqibi hozir ma'lum Sotboldi Ergashev bo'ladi. Sotboldi Ergashevning raqibi bo'lmaganligi tufayli to'g'ridan-to'g'ri keyingi bosqichga yo'llanma olgan. Mana bizga tanish bo'lgan polvonlardan biri hozir gilamga chiqdi. Ko'k kiyimda Rossiya terma komandasi a'zosi tataristonlik Ilgiz Mingazov. Uning raqibi esa yashil kiyimda Aydar Garabshin. Garabshin bir necha yillar davomida O'zbekiston televideniyasi sport muharriyatida muharrir bo'lib ishlab kelgan. Mana endi hozir 61 yoshga kirishiga qaramasdan hozir gilamda o'z mahoratlarini namoyish etish niyatida. Mana hozir to'xta buyruq berildi. Bu yerda birinchi navbatda rossiyalik sportchi juda bir faollik bilan harakatni boshladi va Mingazov. mana shunday yerda hozir Rossiya terma komandasi a'zosi Ilgiz Mingazov hozir bu yerda sof g'alabani qo'lga kiritib, jahon chempionatining keyingi bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 65 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar, ya'ni 36 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan sportchilar ikkinchi davra musobaqalarini boshlashyapti. Ko'k kiyimda birinchi bellashuvda g'alaba qozongan Ahmadjon Bahromov, yashil kiyimda esa Abdulla Mamayusupov. Bu endi respublikamizning o'z davrida bir mohir polvonlari bo'lishgan. Hozirgi kunda esa faxriylar qatorida mana shu jahon chempionati musobaqalarida ishtirok etib kelishyapti. Biz Bahromov Andijon viloyatidan, uning raqibi Namangan viloyatidan. Hozirgi kunda Toshkentda Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida belbog'li kurash bo'limini boshqaryapti. Abdulla Mamayusov Farg'ona viloyati Rishton tumani bolalar va o'smirlar sport maktabida shu belbog'li kurashdan yoshlarga o'z sabog'ini beryapti. Mana ko'rib turibsizki, ikkalasi ham murabbiy, ikkalasi ham ko'pgina shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan va faxriylar o'rtasida birinchi jahon chempionati musobaqalarida o'z omadlarini amalda sinab ko'rishyapti. Biz bu yerda birinchi navbatda Ahmadjon Bahromovni bellashuviga to'xtaladigan bo'lsak, u o'z navbatda O'zbekiston terma komandasi a'zolaridan biri hisoblagan Sharofiddin Mirazimovni mag'lubiyatga uchratib, ikkinchi davraga yo'llanma olgan edi. Uning raqibi esa Abdulla Mamayusov esa o'z navbatida Mirzaqulovdan ustun kelgan edi. Mana dastlabki uchrashuvda g'alabani ta'minlagan ikki sportchi hozir ikkinchi davra musobaqalarida ishtirok etishyapti. Mana shu bellashuvda g'alaba qozongan sportchi albatta yarim finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritishini muxlislar yaxshi biladi. Chunki qachonki sportchi birinchi bellashuvda ishonarli g'alabani qo'lga kiritadigan bo'lsa, keyingi bellashuvlarni ham yanada yuqori saviyada o'tkazishi tabiiy. Hozirgi daqiqada bu yerda uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam suratni biroz oshirish kerakligini og'zaki tarzda ma'lum qilyapti. Dakka e'lon qilish ham mumkin. Harorat tobora ko'tarilib boryapti. Shuning uchun ham shu gilamda sportchilar
turishi ham ancha, chunki gilam ham ancha qizigan. Mana shunday daqiqalarda qaysi bir sportchi chaqqonroq harakat qiladigan bo'lsa, mana Ahmadjon Bahromov kichik ustunlik bilan g'alaba qozonib, Jahon chempionatining keyingi bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 65 kg bo'lgan vazndagi sportchilarning ikkinchi juftligi O'zbekiston terma komandasi a'zosi Sohibjon Qosimov hozir ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa Afg'oniston terma komandasi a'zosi Parsa Hikmatulloh. Hikmatulloh birinchi bellashuvda raqibi bo'lmaganligi tufayli to'g'ridan-to'g'ri keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Sohibjon Qosimov esa o'z navbatida turkmanistonlik Jamol Temirovdan ustun kelgan edi. Mana ko'rib turganingizdek, agarda mana shu bellashuvda qaysi bir sportchi g'alaba qozonadigan bo'lsa, Jahon chempionatining finalida qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Demak, o'tkazilgan musobaqalar mana birinchi bo'lib 65 kg bo'lgan vaznda hozir musobaqalar davom etyapti. Mana shu vaznda birinchi bo'lib finalga yo'llanma olgan qatnashchilar aniqlanadi. Mana bu yerda hozir hakam har ikkala polvonni yana biroz belbog'ini tartibga keltirishga imkoniyat yaratdi. Chunki mana endi sudya informatorga hakamlar hay'atiga bu yerda afg'onistonlik Parsa Hikmatulloh hozir o'z munosabatini bildiryapti, biroz e'tiroz bildirdi chamasi, chunki menimcha shu holatda o'z vaqtida uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam Sohibjon Qosimovni belbog'ini mahkam hozir yana tortib, kerakli bir holatda saqlashga imkoniyat beryapti. Albatta, ko'p holatda mana shu belbog'ni bo'ylash ham sportchining shu gilamga chiqishi oldidan juda katta imkoniyatlar beradi. Mana hozir afg'onistonlik sportchi yoqalarini bir tartibga keltirib, ikkalasini hozir beldan ushlashga bir hakam qiyinchilik bilan bir imkoniyat tug'diryapti. Qarang, belidan mahkam ushlash hozir qanchalik mushkul bo'lyapti. Afg'onistonlik sportchi esa belini berayotgani yo'q. Mana endi hozir nihoyat hakam qo'llarini orasidan o'tkazib ushlashga imkoniyat yaratdi. Mana kurashga ruxsat berildi. Qarang, afg'onistonlik sportchi ancha zvolashib shu ko'rinadi chamasi, lekin hozir gilam chekkasidagi urinish hozir baholangani yo'q. Yana gilam markazidan hozir polvonlar musobaqani davom ettirishadi. Eslatib o'tamiz, 65 kg bo'lgan vazndagi sportchilar 36 yoshdan 45 yoshgacha deyarli 10 yosh orasida farq qilishi mumkin. Bu albatta yengil vazndagi sportchilarning o'zaro bellashuvida. Mana afg'onistonlik sportchi ham mahkam ushladi, lekin Sohibjon juda chiroyli va bu yerda afg'onistonlik sportchi Hikmatulloh Parsa juda ajoyib usulda hozir g'alaba qozonib, Jahon chempionatining finalida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Ko'rib turganingizdek, birinchi afg'on polvoni hozir Jahon chempionati final ishtirokchisiga aylandi. Gilamda 75 kg bo'lgan vazndagi sportchilar, bularning yoshi ham 36 dan 45 yoshgacha bo'lgan. Yashil kiyimda afg'onistonlik Asr Muhammad, uning raqibi esa tojikistonlik Bahodir Qurbonov o'rtasida. Mana endi bu yerda tojikistonlik Bahodir Qurbonov qisqa muddat ichida g'alaba qozonib, u ham Jahon chempionatining finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. 75 kg bo'lgan vazndagi sportchilarning ikkinchi juftligi ko'k kiyimda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Xushboq Yo'ldoshev, uning raqibi esa Alijon Latipov. Ikkalasi ham O'zbekiston terma komandasi a'zolari. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi juftlikda Bahodir Qurbonov Tojikiston terma komandasi a'zolari
o'tkazilgan musobaqaning deyarli ikkitasida ham ajoyib usulda raqiblarini mag'lubiyatga uchratib, bosh mukofotni qo'lga kiritish uchun asosiy da'vogarlardan biri ekanligini amalda namoyish etadigan bo'ldi. Uning raqibi kim bo'ladi? Hozirgi daqiqada Latipov va Yo'ldoshev o'rtasida o'tayotgan bellashuvda g'alaba qozongan sportchi. Latipovning oldingi bellashuvda mana hozir Latipovga birinchi ogohlantirish e'lon qilindi. Bundan oldingi bellashuvda ham Latipov ana shu qiyin ahvolga tushishiga qaramasdan uchrashuvning yakunida usulni amalga oshirib g'alabani qo'lga kiritgan edi. Mana ayrim sportchilar tezroq harakat qiladi, lekin uchrashuvning oxirgi daqiqalariga kelganda faolligini amalda namoyish etib g'alabani ta'minlashadi. Hozirgi daqiqada Latipov yerdan uzib olishi ancha bir qiyin kechayapti. Mana to'xta buyrug'i berildi. Mana endi ikkinchi bir Yo'ldoshevga ham hozirgi daqiqada dakki e'lon qilindi. Demak, ko'rib turganingizdek ikkalasida ham hozir vaziyat imkoniyatlari teng. Albatta, ikki gilamda o'tayotgan bellashuv juda bir chiroyli harakatlar va hozir g'alaba qozongan sportchi Yo'ldoshev xushvaqt hozir raqibini bosib qolib, hisob g'alabaga erishdi. Mirzaqulov Isajon hozir 90 kilogramdan ortiq vaznga sportchilarning uchrashuvga hakamlik qilyapti. Ko'k kiyimda Turkmaniston terma komandasi a'zosi Toshtemir Ochildiyev, uning raqibi esa O'zbekiston terma komandasi a'zosi Komil Qambarov o'rtasida o'tayotgan bellashuv. Umuman oladigan bo'lsak, faxriylar o'rtasida o'tayotgan musobaqa ham juda bir shiddatli. Tomoshabinlar haqiqatda ham keksa avlodning nimalarga qodir ekanligini yana bir bor o'zlari shohidi bo'lishyapti. Tobora uchrashuvlar saralab boryapti. Ayrim vazn toifalari bo'yicha finalda ishtirok etuvchilar ma'lum bo'ldi. Mana endi hozir bu yerda Ochildiyev juda bir yaxshi harakat qildi. Mana endi bu yerda sudya informati hozir aniqlik kirityapti, chunki harakat qilinayotgan bir daqiqada oyoqni yon tomonga qo'yganligi tufayli hozir o'z navbatda munosabatni bildirdi. Mana endi siz fikringizni bildirsak. Ko'rdingiz, turkmanistonlik polvon raqibni oyog'ini yoniga qo'yib qayirib yuborganligi uchun, bu taqiqlangan usul bo'lganligi uchun unga dakki ogohlantirishi berildi. Demak, hozirgi daqiqada O'zbekiston terma komandasi a'zosi Komil Qambarov, agarda yashil kiyimda harakat qilayotgan sportchi aniqroq harakat qiladigan bo'lsa, uchrashuvni o'z foydasiga hal etib, keyingi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Buning uchun esa hozir ko'rib turibsiz, ikkalasi ham bir xil holatda juda egilgan. Mana shu egilgan holatda sportchini o'ziga tortib, bir yig'ishtirib tashlashni o'zi katta kuch talab, mahorat kerak bo'ladi. Mana hozirgi daqiqada ikkalasi ham aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu Komil Qambarov ham keyingi paytlarda bir qator musobaqalarda ishtirok etgan edi. Mana endi faxriylar o'rtasida o'tayotgan musobaqada o'z mahoratini namoyish etyapti. Keksa avlod vakillari buni juda yaxshi bilishadi. Shunday emasmi? Shunda mana turkmanistonlik polvonlar eskida mana Ashxobodda shu belbog'li kurash juda rivojlangan bo'lgan. Chorjovda ularda yondan chalish ular hisoblangan bo'lgan. Shuning uchun hozirgi Turkmaniston polvoni o'z kurashiga nisbatan shunday harakat qo'lladi va bu harakat ogohlantirish bilan dakki bahosini yakunlandi. Haqiqatdan ham oladigan bo'lsak, bu yerda Komil Qambarovga qaraganda Turkmaniston polvoni vazn biroz yengilroq ko'rinyapti, lekin chayirligini inobatga oladigan bo'lsa, mana shu holatni ko'rdingiz. Bu yerda sportchi bosib qoldi. Mana bosib qolganligi uchun hozir turkmanistonlik polvonga o'rtadagi hakam halol bahosi berdi. Mana hakamlar hay'ati hozir endi bir ularni o'zaro fikri bilan hisob-kitob qilinadi va shunga yarasha hukm chiqariladi. Demak, hozirgi daqiqada bir sportchi yarim holatga kelguncha ko'tardi, lekin uning raqibi esa bosib qolganligi tufayli hozir shu qanday baholanishi uchta hakamning fikriga bog'liq.
Ana yonbosh. yonbosh bahosi berildi, 3 ta hakam. Shunday qilib Turkmaniston terma komandasi a'zosi Toshtemir Ochildiyev hozirgi qilingan harakati yonbosh baho bilan yakunlandi. Demak, vaziyat yana biroz tenglashdi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Shunday emasmi? Tenglashda ham ustunlikka erishdi polvon. Negaki bu usul qo'llagani uchun yonbosh bahosi dakki bahosidan ustun turadi. Haqiqatda ham mana endi hozir qani Komil Qambarov biroz hozir oldinda edi. Jana endi hozir harakat qildi. Ikkinchi urushda ham menimcha hozir shu oyoq harakatini ishga soldi. U qanchalik aniq ekanligini hozir 65 kilometr bo'lgan vaznda Bahromov va Afg'oniston terma komandasi a'zosi Parsa Hikmatulloh finalda ishtirok etadigan bo'ldi. Buning o'zaro bellashuvi ko'pchilikning diqqat e'tiborida bo'lishi tabiiy, chunki mana shu yerga qo'shni Afg'onistondan ham muxlislar kelganligini aytib o'tishdi, chunki yaqin daryoning narigi betidan ko'plab kurashchilar ham, muxlislar ham tashrif buyurishgan. Mana endi musobaqaga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, oxirgi daqiqalar o'tib boryapti. Biroz ustunlik bu yerda Toshtemir Ochildiyev, Turkmaniston terma komandasi a'zosi. Eslatib o'tamiz, 46 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan sportchilar 90 kilogramdan ortiq vaznda. O'zbekiston terma komandasi a'zosi Komil Qambarov raqibiga qaraganda vazni biroz kam deganda bir 10 kilo ortiq bo'lsa, hech qanday shubha yo'q. Mana shunday imkoniyatlarni albatta kurashda biroz bo'lsa-da foydalanish kerak. Bunda Turkmanistonlik polvon 92 kilogram. O'zbekistonlik polvon 103 kilogram. Mana deyarli 11 kilogram vaznda farqi bor. Lekin mana shu og'ir vaznlarda ham sportchining pishiqligi va chaqqonligi ko'p narsani baholab beradi. Mana shunday qilib Turkmaniston terma komandasi a'zosi Toshtemir Ochildiyev uchrashuvda g'alaba qozonib, keyingi bosqichda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Studiya informatori hozir 80 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi finalga yo'llanma beruvchi yarim final uchrashuvi. Ko'k kiyimda Qirg'iziston terma komandasi a'zosi Inom Muhammadiyev, uning raqibi esa yashil kiyimda Rossiya terma komandasi a'zosi Fonis Quddusov. Fonis bundan oldingi bellashuvda ajoyib usulda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Abdumurod Sultonovni mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa, uning raqibi Inom Muhammadiyev esa o'z navbatda Hamshahara Qoraboyevdan ustun kelgan edi. Mana ko'ramiz endi, mana shu bellashuvda g'alaba qozongan sportchi final bahsida Tojikiston terma komandasi a'zosi Bobo Toshmurodovga qarshi musobaqani davom ettiradi. Mana juda chiroyli va bu yerda ana uchala hakam ham bu yerda Fonis Quddusov 20 soniya ichida ajoyib g'alaba qozonib finalga yo'llanma olganligini ma'lum qildi. Shunday qilib Fonis Quddusov Jahon chempionatining final musobaqasida 80 kilogramcha bo'lgan vaznda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning navbatdagi juftligi, bularning yoshi ham 61 dan yuqori. Ko'k kiyimda Rossiya terma komandasi a'zosi Ilgiz Mingazov, uning raqibi esa Qirg'iziston terma komandasi a'zosi Ismoil Mamatsoqov. Mingazov juda bir kuchli chaqqon. Bu birinchi uchrashuvda O'zbekiston terma komandasi a'zosi Aydar Garabshinni mag'lubiyatga uchratib, ikkinchi davrada qatnashish huquqini qo'lga kiritgan edi. Mana endi agarda hozirgi uchrashuvda g'alaba qozonadigan bo'lsa, Mingazov 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilarning o'zaro bellashuvida finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Albatta, mana shu vaznda juda bir hozir. Qarang, bu yerda Mingazov harakatni o'zi boshladi. Mana endi soqoldagi yashil kiyimdagi otaxon qirg'izistonlik Ismoil Mamatsoqov raqibi harakatni boshladi, lekin
Ismoil ota hozir uni bosib olib va yonbosh boqasiga sazovor bo'ldi. Mana endi hozir agarda ikkinchi marotaba urinishda ham yonbosh boqasiga sazovor bo'ladigan bo'lsa, shunda bu yerda Qirg'iziston vakili mana ikkinchi marotaba. Qarang, 2 marotaba. Mana hozir ko'k kiyimdagi sportchi Mingazovga yonbosh berildi. 2 marotaba urinishda ham, 2 marta harakatda ham Mingazovning faolligi bor. Mana endi imkoniyatlar tenglashdi. Endi 3-harakatda Mingazov biroz ehtiyotkorlik bilan harakat qiladigan bo'lsa, to'laqonli ustunlikka erishishi mumkin. Hozirgi daqiqada ko'rib turibsiz. Ruxsat berildi. Hal qiluvchi daqiqalar o'tib boryapti. Otaxon polvonlar, qarang, yoshlarga xos bir shijoat, g'ayrat bilan hozir musobaqani davom ettirishyapti. Ularni bir-birini belini qanchalik mahkam ushlaganiga e'tibor bering. Yon berayotgan hozirgi daqiqada Mamat Isoqov juda bir noqulay bir vaziyatga tushgan bo'lishiga qaramasdan o'zini o'nglab oldi va musobaqani davom ettiryapti. Mana endi juda chiroyli. Juda chiroyli, xuddi Yunoniy kurashning usuliga mana shunday qilib Rossiya terma komandasi a'zosi Ilgiz Mingazov 2 yonbosh boqasi bilan g'alaba qozonib, Jahon chempionatining finalida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Birinchi gilamda belbog'li kurash bo'yicha o'tayotgan saralash musobaqalarida 90 kilogramdan ortiq vazndagi yoshlari 46 dan 55 gacha. Ko'k kiyimda Qirg'iziston terma komandasi a'zosi Ortiqov, uning raqibi esa Tojikiston terma komandasi a'zosi Hoji Husanboy Oripov. Mana shu musobaqada g'alaba qozongan sportchi yarim finalda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Umuman oladigan bo'lsak, har ikkala polvon ham o'z mamlakatida juda dong taratgan, avlodlari ham kurashib o'tganligini informator ma'lum qilib o'tdi. Mana endi 46 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'zaro musobaqani davom ettirishyapti. Ko'rib turganingizdek, bular holati bir-biriga yaqin. Birinchi urinishni o'zidayoq yerdan azod ko'tarib tashlashga harakat qilishyapti. Buni tushunsa bo'ladi. Menimcha bu borada Oripovning imkoniyatlari raqibiga qaraganda ancha yuqori. Chunki Ortiqovga qaraganda kam gilamga chiqdi, birinchi marta chiqdi. Chunki bundan oldin raqiblari bo'lmaganligi tufayli to'g'ridan-to'g'ri chorak final ishtirokchisiga aylangan edi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir dastlabki soniyalarda ikkalasi juda bir beldan mahkam ushlagan holda hozir harakatda amalga oshiryapti. To'xta. Hozir buyruq berildi. Shu boisdan hozir mana endi qilingan harakatni ko'rib turibsiz. Hozir oyog'i bilan chalganligi tufayli Qirg'iziston vakiliga dakki ogohlantirish hozir e'lon qilindi. Yana bitta mana shunday dakki ogohlantirish oladigan bo'lsa, sportchi musobaqani davom ettirish huquqidan mahrum bo'ladi va g'alaba bu tariqa Hoji Husanboy Oripovga nasib etadi. Mana hozir Oripov ayniqsa uloq ko'pkari belbog'lik kurash bo'yicha Tojikistonda o'tkazilgan musobaqalarda doimo ishtirok etib kelishini ta'kidlab o'tdi. Bu musobaqa albatta har ikki mana shu yoshdagi sportchilar uchun ham o'ziga xos bir ko'rik vazifasini o'tash tabiiy. Mana hozir musobaqani davom ettirishga imkoniyat berildi. Oyoqlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ikkalasi ham birinchi navbatda masofada bir-biriga boshida yaqinroq harakat qilgan edi. Hozirgi daqiqada esa ancha ehtiyotkorlik bilan musobaqani davom ettirishyapti. Albatta yerdan uzib olish ancha og'ir. Shu daqiqani bir tutgan holda hozir musobaqani davom ettirishyapti. Qarang, qanchalik harakatlar bor. Ushlab, o'ziga tortib, chalg'itib, shundagina biroz holatni yo'qotadigan bo'lsa, ikkinchi bir sportchi
ana shu paytdan foydalanib harakatni juda hozir bu yerda Qirg'iziston vakili hozirgi daqiqada yonbosh bahosiga sazovor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Qirg'iziston vakili Ortiqov umumiy hisobda hozir oldinga o'tib oldi. Demak, uchrashuvning tugashiga ozgina vaqt qoldi. Yutqizgan sportchi esa musobaqani davom ettirish huquqidan mahrum bo'ladi. Shu boisdan hozir qanday bo'lmasin, Hoji Husanboy Oripov qolgan daqiqalarda butun imkoniyatlarni hammasini jamlagan holda harakat qiladigan bo'lsa, ana ko'rib turibsiz, ikkita oqsoqol kurashchilar bir-biriga hozir yon berayotgani yo'q. Beldan mahkam ushlashga hozir bu yerda hakam qancha harakat qilmasin, gohida ular o'z e'tirozlarini hozir bir-birlariga ma'lum qilishyapti. Ikkinchi bir gilamda esa o'zbek kurashi bo'yicha o'tayotgan musobaqada hayajonli damlar. Bu yerda ham mana shu 46-55 kilogacha bo'lgan yoshgacha bo'lgan sportchilar, otaxon sportchilar musobaqani davom ettirishyapti. Mana hozir musobaqani davom ettirish kerakligidan hakam yana bir bor uqtirdi. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston va Tojikiston kurashchilari, polvonlari hozir musobaqani davom ettirishyapti. Bu borada Qirg'iziston vakili Ortiqovning imkoniyatlari biroz yuqori oldinda boryapti. Endi qolgan daqiqalarda menimcha Oripovga hech qanday imkoniyat bermasa ham kerak, chunki raqibini belidan mahkam ushlaganiga e'tibor beradigan bo'lsangiz qarang. Qimirlatishga ham hozir hech qanday imkoniyat berayotgani yo'q. Bir-birini hamon chalg'itishga urinishyapti. Mana endi hozir student formati bu yerda belgilangan 2 minut yakunlanganligini ma'lum qildi. Hozir g'alaba qozongan sportchi ma'lum qiladi. Musobaqada Qirg'iziston vakili Ortiqov kichik ustunlik bilan g'alaba qozonib, jahon chempionatining keyingi bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Kurash bo'yicha, ya'ni belbog'li kurash bo'yicha o'tayotgan birinchi jahon chempionatining final musobaqalari ham boshlandi. Finalni ko'rdingiz, birinchi bellashuvning o'zidayoq mana shu 65 kilogacha bo'lgan vaznda afg'onistonlik sportchi Hikmatulloh va Bahromovlar o'rtasidagi bellashuvda mana Ahmadjon Bahromov 36 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida birinchi bo'lib oltin medal egasi bo'ldi. Hozir gilamga 75 kilogacha bo'lgan vazndagi sportchilar, ya'ni 45 yoshgacha bo'lgan sportchilar taklif etildi. Bugun bir narsani aytib o'tish kerakki, erta bilan Termizda harorat 40 darajaga chiqqan bo'lsa, biroz afg'on shamoli esib o'tdi va hozir biroz salqinlik ham. Bu endi albatta kurashchilarning bemalol musobaqani davom ettirishga imkoniyat yaratadi. Hozir gilamda 2 final ishtirokchisi Bahodir Qurbonov, bu albatta Tojikiston terma komandasi vakili, juda ajoyib harakatlar bilan ko'pchilikga yaxshi taassurot qoldirdi va uning raqibi esa O'zbekiston terma komandasi a'zosi Xushvaqt Yo'ldoshev. Agarda mana shu sportchilarning o'zaro bellashuviga to'xtaladigan bo'lsa, har ikkalasi ham o'z guruhlarida g'alaba qozonib, 3 tadan uchrashuv o'tkazdi va uchalasida ham katta ustunlik bilan raqiblarini mag'lubiyatga uchratib finalga yo'llanma olishdi. Sherzod Mirzanov respublika toifasidagi hakam musobaqani boshqarib boryapti. Ko'rib turganingizdek, final musobaqasida iloji boricha juda yaxshi texnikani amalda namoyish uchun harakat qilishyapti va gohi daqiqada, ayniqsa birinchi uchrashuvda ko'rdingiz, soniyalardayoq raqibini oyog'ini yerdan azod uzib, yon tomonga shunday chiroyli tashladiki, bu albatta kurashning eng kulminatsion nuqtalaridan biri deb ayta olamiz. Mana bularning bellashuvi ham ulardan qolishayotgani yo'q, harakatlari bor va birinchi navbatda xos ko'k kiyimdagi tojikistonlik sportchi tashabbusni o'z qo'liga olish uchun harakat qildi, lekin holatda Xushvaqt Yo'ldoshev juda tezlik bilan chiqib ketdi. Mana endi mutaxassis sifatida bularning o'zaro bellashuvini qanday baholaysiz? Mana hozirgi usul bajarganda tojikistonlik Qurbonov Bahodir usul bajarganda Yo'ldoshev Xushvaqt qo'lini chiqarib himoya qilgani uchun g'irrom bahosi berilib, g'alaba Qurbonov Bahodirga berildi Tojikistonda.
Mana shunday qilib musobaqada ikkinchi vazn toifasi, ya'ni 75 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar bellashuvda Tojikiston Respublikasi vakili Bahodir Qurbonov muddatdan ilgari g'alaba qozonib, o'z vazn toifasi bo'yicha faxriylar o'rtasida birinchi jahon chempionatining ikkinchi vazn toifasi bo'yicha oltin medal egasi bo'ldi. Sherzod Mirzonov hozir gilamga 90 kilogramcha bo'lgan vaznga sportchilarni taklif etdi. Bularni bellashuvi ham juda bir chiroyli o'tyapti. Ajoyib, haqiqatda ham yashil kiyimdagi polvon O'zbekiston terma komandasi a'zosi Qahramon Tursunboyev o'z navbatda turkmanistonlik Ahmed Kulakovni 15 sekund ichida ajoyib usulni amalga oshirib mag'lubiyatga uchratdi va u ham o'z vazn toifasi bo'yicha birinchi jahon chempionatining oltin medal egasi bo'ldi. Mana haqiqiy azamat bahodir polvonlar bir-birlarini mana shunday tabriklashadi. Bu mana endi albatta biroz tezlashga to'g'ri keldi, chunki kurashlarni ko'ryapsiz, final musobaqalari, saralash musobaqalari kabi emas, juda bir tezlik bilan o'tyapti. Hozir 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar yoshi 36 yoshdan 45 yoshgacha. O'zbekiston terma komandasi a'zosi Ahmadjon To'raqulov juda mashhur polvonlardan biri. Uning raqibi esa Egam Chanayev. Chanayev bu Qirg'iziston vakili. Biz albatta bu ikkala sportchini ham bir necha yillar davomida kurashib kelayotganligini shohidi bo'lganmiz. Agarda ko'pchilikni yodda bo'lsa kerak, katta yoshlarga sport muxlislari Andijonda o'tkazilgan birinchi belbog'lik xalqaro turnirida Egam Chanayev Toshkent viloyati vakilini Olimjonni mag'lubiyatga uchratib, shunda Nexia avtomashinasiga sazovor bo'lgan edi. Mana oradan necha yil o'tdi? 12 yil o'tgan bo'lsa ham hali kurashni davom ettirib kelyapti. Uning raqibi Ahmadjon To'raqulov ham O'zbekistonning eng zabardast polvonlaridan, bir necha bor mutlaq vaznda birinchi o'rinni egallagan va hozirgi kunda yoshlarga kurash sirini o'rgatib kelayotgan bo'lishiga qaramasdan, mana faxriylar o'rtasida ishtirok etayotganligi Bag'dodlik sportchilarning an'anasini davom ettirayotgan kurashchilardan biri hisoblanadi. Shunday emasmi? To'g'ri, mana shu Ahmad To'raqulov bir necha bor respublika mutlaq g'olibi. Egam Chanayev bu Qirg'iziston vakili. O'zbekistonda bo'lib o'tayotganingizdek Bobur Rahim Ashraf turnirini mutlaq g'olib bo'lib, shu birinchi O'zbekistondagi Nexia mukofot sovrindori bo'lgan. Mana endi haqiqatda ham men ham ta'kidlab o'tdim. Bu sportchilar bir-birlarining imkoniyatlarini juda yaxshi bilishadi. Saylarda ham o'zaro bir-biriga ro'pala bo'lgan. Mana endi birinchi jahon chempionatida ham finalda mana shu vodiyning ikki polvoni, biri Qirg'izistondan, ikkinchisi esa O'zbekiston polvoni bo'lganligi, bir-biriga yaqin bo'lgan joylarda ular doimiy ravishda kurashni an'ana sifatida o'tkazib kelishadi. Shu boisdan bo'lsa kerak, hozirgi daqiqada harakatlarni ko'rib turibsiz. Harakatlar bor, lekin raqib bir ikkinchisini yerdan uzib olish ancha bir mushkul kechayapti. Ular 100 dan oshiq kilogramdagi polvonlar, ularning harakatlari ham sal nima deymiz, sekinroq bo'ladi, lekin bular juda tajribali kurashchilar. Bir harakat qilganda shu usul bajarish uchun harakat qilishadi. Eslab o'tamiz, mana shu musobaqani namanganlik Nuriddin G'oziyev o'zi ham ajoyib kurashchi bo'lgan va hozirgi kunda mana shu musobaqaning bosh kotibi va hakamlik vazifasini ham bajaryapti. Mana qarang, bu yerda hozir Ahmadjon To'raqulov iloji boricha chalg'itib, raqibini qanday bo'lmasin bir gangitib, so'ngra o'ziga tortib usulni amalga oshirish uchun harakat qilyapti. To'raqulov hozir harakatni boshladi, lekin biroz aniqroq, biroz kuchliroq harakat qilganda hozirgi daqiqada menimcha shuncha qilingan. Bo'ldi, hozir tizalatib qo'yganligi uchun raqibini yonbosh bahosi berildi. Bunday polvonlarning o'zaro bellashuvida ikkinchi bir polvonni tizalatib qo'yish ham qanchalik qiyin ekanligini mana hozir o'zingiz shohidi bo'layapsiz. Zabardast, juda kuchli. Qarang. Bularni o'zi albatta bir joydan bir qo'zg'atishni o'zi juda katta bir kuchni talab etadi. Mana hozir bu yerda Nuriddin G'oziyev ikkalasini hozir bir xil holatda turishini juda diqqat bilan kuzatib bordi va ikkalasini hozir beldan ushlagan jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkalasi ham birinchi navbatda hozir oyoq harakatlari
qachonki oyoq harakatlari yo oldinga yo orqaga boradigan bo'lsa, kuchni taqsimlash ham shu asnoda amalga oshiriladi. Shunday emasmi? To'g'ri, mana ko'rdingiz, mana qirg'izistonlik polvon ham mana yonbosh bahosi berilgandan keyin raqibiga usul qo'llash uchun juda o'zini kuchini sarflab harakat qilyapti. Albatta bu jarayonda shu kuchchi qaysi jihatdan, masalan, bir xillari boshida ko'proq kuchni sarf qo'yib, oxirgi daqiqada holatga tushib qolganligi o'zi sezmaydi. Mana endi kichik ustunlik bilan bu yerda hozir menimcha Ahmadjon To'raqulov g'alaba qozonganligini ma'lum qiladi. Bir chala bahosi unga mana shu jahon yonbosh bahosi shu jahon. Mana sudya informator hozir shuni ma'lum qildi. Shunday qilib 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar, ya'ni 36-45 yosh orasida polvonlar bellashuvida To'raqulov birinchi o'rinni egallab oltin medal sohibi bo'ldi. Gilamga 90 kilogramcha bo'lgan vazndagi sportchilar taklif etildi. Bularning yoshi 46 dan 55 yoshgacha. Bular ham juda ajoyib, xalq taniydigan polvonlardan. Birinchisi ko'k kiyimda Toshkent shahri vakili Azamjon Shokirjonov. Uning raqibi esa namanganlik Ne'matjon To'ychiyev. Ikkalasi bir-birini juda yaxshi biladi. O'tkazilgan saralash musobaqalarida Shokirjonov ham 4 marotaba gilamga chiqib, hamma raqiblarini muddatdan ilgari mag'lubiyatga uchratdi. Xuddi shuningdek, Ne'matjon To'ychiyevning mahorati ham mana shu yoshga kirishiga qaramasdan juda bir keskin, bir ajoyib usullarni amalga oshirdi va ular ham tomoshabinlarda juda katta taassurot qoldirgan edi. Hozirgi daqiqada albatta bu sportchilarning qaysi biri yutishidan qat'iy nazar ikkalasi haqiqatan bir-biriga munosib, tarbiyaviy sohasida ham, hayotda ham bular ibrat bo'ladigan insonlar. Hozirgi daqiqada hakamlar yana musobaqani gilam markazidan davom ettirish kerakligini ko'rsatyapti. Mana endi bu sohada sizning fikringizni bilsak, mana hozir shu 90 kilogramli polvonlar Azam Shokirjonov ko'rdingiz, mana juda mana hozir Ne'matjon To'ychiyevni bosib qo'yganligi uchun Azam Shokirjonovga yonbosh bahosi berildi. Mana dastlabki hozir endi Shokirjonovga yonbosh bahosi demak, qolgan daqiqalarda Ne'matjon To'ychiyev hozir bundan oldingi yarim final musobaqasida ham Ne'matjon To'ychiyev dastlab holatda raqibiga imkoniyatni berib qo'ydi, lekin oxirgi daqiqada yon tomondan aylantirib tashlab vaziyatni o'z tomoniga hal qilgan edi. Mana endi ko'ramiz, bu borada Azamjon Shokirjonov juda hozir masofani saqlagan holda raqibini o'zini yoniga kelishga hech qanday imkoniyat berayotgan va iloji boricha uning xatosidan foydalanib, mana endi hozir mana to'xta. Ikkinchi yonbosh bahosini olib, hozir endi ko'ramiz bahosi qanday bo'lishini. Demak, mutaxassis sifatida oldindan bashorat qilyapsiz. Lekin cho'kalab tushganini hozir inobatga oladigan bo'lsak, mana endi ko'rib turganingizdek, bu borada hozir dakki e'lon qilindi. Dakki e'lon qilindi. Hozir hakamlar kelishgan holda Shokirjonovga oyoq qo'yib qayerganlik deb hisoblab unga dakki ogohlantirishni berishdi. Mana oradagi farq biroz bo'lsa-da qisqardi, lekin hozirgida qanday bo'lsin, qat'iy nazar To'ychiyev ham hozir bor kuchini, imkoniyatini oxirgi soniyalarda amalga oshirish uchun harakat qiladi. Juda yaxshi boshladi va mana endi mana Shokirjonov o'zini eng sevgan usulini qo'llab, chiroyli yonbosh bahosi berdi. Ana o'zi ham mamnun ekanligini ko'ryapsiz. Shunday qilib 90 kilogramcha bo'lgan vaznda zabardast polvonlarimizdan biri Azamjon Shokirjonov o'tkazilgan 6 uchrashuvning barchasida mana shunday yutuqni qo'lga kiritdi. Hozir Isoq Mirzaqulov gilamga 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar, ya'ni bularning yoshi 46 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan, ikkalasi ham Tojikiston terma komandasi a'zolari hisoblanadi. Ko'k kiyimda G'oyib Ernazarov, uning raqibi esa yashil kiyimda Safar Toshmurodov. Ikkalasi ham o'tkazilgan musobaqada respublikamiz vakillaridan mana shu yoshda, shu vaznda ancha ustun ekanliklarini tojikistonlik polvonlar amalda namoyish etdi. Bular endi albatta bundan 2 kun muqaddam mana shu Termiz shahriga yetib kelishdi va o'quv mashg'ulotlarini birga o'tkazishdi. Bir-birini juda yaxshi biladigan ikki sportchining o'zaro bellashuvida qaysi biri g'alaba qozonadi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar
mana shu yoshda, mana shu vaznda birinchi jahon chempionatining oltin medali Tojikistonga boradigan bo'ldi. Mana hozirgi daqiqada qarang, ikkalasi bir-birini bir aylantirishga harakat qilyapti. Bular menimcha o'zlarining eng yaxshi ko'rgan usullari bo'lsa kerak. Bu Tojikistonning shu Xo'jand viloyatida asosan kurashchilar shunaqa chiroyli usullar qo'llab, aylantirib, qaytarib usullarni qo'llab yiqitishadi. Aslida shu yashil kiyimdagi polvon ko'k kiyimdagi polvonning ustozi hisoblanadi hayotda. Qarang. Men gilamda, lekin ustoz shogird haqiqiy mana kurashayotganini haqiqatda ham taqdir taqozosi shuni belgilagan ekan. Endi ustoz bilan shogird hozir bir-biridan yoshi aytarli katta farq qilmasa-da, lekin hozir birinchi jahon chempionatida ishtirok etishi va oltin medal uchun bo'layotgan bellashuvda ikkalasi ham bor kuchini, mahoratini ishga solayotganligi tomoshabinlarga juda katta zavq bag'ishlaydi. Mana qarang, harakatlari bor, lekin mana shu harakatlariga yarasha biroz texnik elementlarni amalga oshiradigan bo'lsa, bunda to'laqonli bir kurashni biz amalda shohidi bo'lishimiz mumkin. Musobaqaning esa ikkinchi minuti o'tib boryapti. Ko'rib turganingizdek, faxriylar o'rtasida o'tayotgan jahon chempionatining saralash bellashuvlari ham, final musobaqasi ham 2 minut qilib belgilangan. Bu albatta mana ikkita g'irrom bahosini olib g'alaba Toshmurodov Safar polvonga berildi va tojikistonlik polvon jahon chempioni degan unvonga sazovor bo'ldi. Mana endi hozir g'alaba qozongan sportchining qo'li yana bir baland ko'tariladi. Shunday qilib Safar Toshmurodov G'oyib Ernazarovdan ustun ekanligini amalda namoyish etdi va 90 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar bellashuvida u ham oltin medal egasi bo'ldi. Gilamda 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar, yoshi 56 dan 60 yoshgacha bo'lgan sportchilar, ko'k kiyimda Tojikiston terma komandasi a'zosi Xoliqul Hamraqulov, uning raqibi esa Bag'dodlik O'zbekiston terma komandasi a'zosi Rahmat Olimov. Rahmat Olimov o'tkazilgan musobaqada dastlab juda bir kuchli sportchilardan biri hisoblangan Safinni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng unda yanada ishonch hosil bo'ldi va keyingi uchrashuvlarda Tojikiston vakili Tursunqulovni mag'lubiyatga uchratib finalga yo'llanma olgan edi. Uning raqibi Hamraqulov ham o'tkazilgan musobaqalarning 3tasida imkoniyati katta ekanligini amalda namoyish etdi va u ham final ishtirokchisiga aylangan edi. Ko'rib turganingizdek, hozir ikkalasi bir xil holatda, belidan mahkam ushlagan holda qo'l harakatlariga ham e'tibor bering, bularni oyoq harakatlari. Mana shu qo'l va oyoq harakatlari beldagi harakatlariga bevosita taalluqli bo'lishi, o'shani hisob-kitobini olgan taqdirdagina sportchini mana shu gilamdan oyog'ini uzib olish imkoniyati bo'ladi. Mana ancha vazn og'ir. Xallaslagan bo'lsa-da, hozir ko'k kiyimdagi sportchi Olimovga qarshi bir astoydil bir kurashni davom ettiryapti. Men endi Bag'dodlik keksa polvonlardan biri, juda mashhur. Sizni fikringizni bilsak bu borada. Endi hozirda mana ko'rib turibsiz, tojikistonlik polvonning harakati shu boshlanishidan, musobaqa boshlanishidan, olishuv boshlanishidan shu bir usul bajaraman deb harakat qilyapti. Olimov Rahmatjon shu vazni yengilroqligi sabablimi shu himoyalanishga majbur bo'lyapti. Mana ko'rib turibsiz. Menimcha agarda bu yerda shu Olimovni dast ko'taradigan bo'lsa ham bosib qolish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu albatta qanaqadir o'zini o'ylagan bir fikrlari bo'lishi tabiiy albatta. Mana hozir tuz harakat qilganligi uchun Rahmatjon Olimovga dakki bahosi berildi. Demak, agarda mana shunday holat yana bir bor takrorlanadigan bo'lsa, sportchi albatta shu oliy mukofot oltin medaldan mahrum bo'lishi aniq. Shuning uchun ham Rahmatjon Olimov hozir faolligini oshiradigan bo'lsa, shundagina kurashda qanaqadir vaziyat o'zgacha bo'lishi mumkin. Mana hozir bu yerda to'xta komandasi berildi va bu borada hozir tojikistonlik Hamraqul bunga ham hozir Xoliqul Hamraqulovga ham hozir dakki e'lon qilindi. Vaziyat teng bo'ldi. Mana endi kim qaysi kurashchi harakat qilib bir usul qo'llasa, shu kurash yutib ketishi mumkin. Orada endi 1 minut vaqt o'tdi. Ikkinchi minutda endi harakat qilish kerak. Gohida endi agarda tablo bo'ladigan bo'lsa, bular
tablodagi vaqtga ham nigoh qarab qo'yishi mumkin edi, lekin bir gilamda tablo ishlab turibdi. Ikkinchisida esa hozir faqatgina qo'ldagi soatga asoslangan holda hozir uchrashuvni davom ettirishyapti. Biz albatta o'tayotgan musobaqalarda yana bir bor eslatib o'tamiz. 9 vazn toifasi bo'yicha musobaqalar, ya'ni belbog'lik kurash 10 vazn mana endi tushdan keyingi bahslardan so'ng yana bir vazn toifasi qo'shildi, chunki qatnashchilar soni tobora ortib borganligi tufayli ularga hakamlar hay'ati ham boshqa keng imkoniyatlar bersa, ular ham gilamda hozir shu musobaqani qizg'in davom ettirishyapti. Qarang, endi vaqt yakunlanib qoldi endi chamasi. Mana vaqt tugab boryapti, lekin ikkalasida ham bittadan dakki ogohlantirish bor, boshqa harakatlar yo'q. Endi bu yerda oxirgi dakki olgan kurashchi yutqazishi mumkin. Albatta bu kurashning qonun qoidasida mana shunday qilib qayd etilgan bo'lsa, hozirgi daqiqada Rahmat Olimov g'alaba qozonishi mumkin. Shu boisdan bo'lsa kerak. Endi oxirgi kuchni, oxirgi imkoniyatni hozir ishga solish kerak. Qarang. Ikkalasi ham hozir birortasi keskinlikka borayotgani yo'q. Vaqt yakunlandi. Hozir endi g'alaba qozongan sportchi ma'lum qilinadi. Eslatib o'tamiz. 60 yoshgacha bo'lgan sportchilar vazn toifalari 80 kilogramdan ortiq. Mana shunday qilib hozir sudya informator batafsil birinchi ogohlantirishni Olimov, ikkinchisini esa tojikistonlik Hamroqulov oldi va oxirgi olingan dakka bahosi uni oltin medaldan mahrum etdi. Ko'k kiyimda Tojikiston terma komandasi a'zosi Bobo Tojimurodov, uning raqibi esa Rossiya terma komandasi a'zosi Fanis Qudusov. Mana biz albatta ko'rinishdan bu yerda tojikistonlik sportchi yoshdan ancha kattaga o'xshab tuyuladi, lekin ikkalasining yoshi rossiyalik va tojikistonlik polvonlarning yoshi 61 yoshda. Demak, mana endi protokolda ma'lum qilishicha 61 va undan yuqori. Balki ozgina farq qilishi mumkin. Mana endi ularning gilamdagi mahoratiga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatan ham biz tojikistonlik polvonni o'tkazilgan saralash musobaqalarida 3 marotaba gilamga chiqqan bo'lsa, uchalasida ham raqiblarini mag'lubiyatga uchratdi. Qiyinchiligi ham bo'ldi. Ana shu qiyinchilikdan ham mardonavor yengib o'tdi va hozir bu yerda rossiyalik sportchi mana shu usulni oldingi bellashuvlarda ham ko'rsatgan edi. Mana qarang, shu Yunonim kurashini qonun qoidasiga bir amal qilgan holda hozir yon tomoniga aylantirib tashlashga harakat qildi. Bundan oldingi daqiqalarda shunday vaziyat juda bir to'liq amalga oshgan edi. Mana shu rossiyalik Fanis Qudusov shu Boshqirdiston Respublikasini polvoni bo'lgan davrida shu mutlaq g'olib bo'lib, hozirgi kunda mana o'zi hozir kunda shu Qudus Fanis sovrini uchun xalqaro turnir bo'ladi shu Ufa shahrida. Ko'rinib turibdiki, albatta biz aytib o'tdik. Volga bo'yi shaharlarda ham mana shu belbog'lik kurash juda bir ommalashgan. U yerda turli tuman xalqaro musobaqalar, xotiraviy turnirlar ham har yil o'tkazib turiladi. Shularning ichida eng saralanganlari, mana biz oldingi reportajlarimizda ham aytib o'tdik. Farg'onada o'tkazilgan xalqaro musobaqada ham deyarli barcha vazn toifalari bo'yicha rossiyalik kurashchilar kelib o'z mahoratlarini amalda namoyish etishgan. Mana ikkinchi marotaba qarang. Raqibini o'zini shu ko'kragiga chiqarib, aylantirib tashlab, iloji boricha bir sof g'alabani qo'lga kiritish uchun harakat qilyapti. U albatta tomoshabinlarda juda bir katta bir qiziqish uyg'otdi tabiiy. Mana shunday qilib hozir mana shunday qilib Rossiya terma komandasi a'zosi Fanis Qudusov ikkita yonbosh bahosi bilan g'alaba qozonib, 80 kilogramgacha bo'lgan vazndagi sportchilar bellashuvda, ya'ni 61
61 yoshdan yuqori bo'lgan polvonlar orasida oltin medal egasi bo'ldi. Mana endi Termizda kun qorayib, oydin ko'rinib turibdi. Qorong'i tushga qaramasdan stadionda minglab kurash muxlislari final bahslarini zavq bilan tomosha qilishyapti. Belbog'liq kurash bo'yicha o'tayotgan jahon chempionati faxriylar o'rtasida oxirgi vazn toifasi 61 yoshdan katta sportchilar, ya'ni 80 kilogramdan yuqori vaznda ishtirok etishyapti. Bu endi Ergashev va Rossiya terma komandasi a'zosi Ilgiz Mingazov o'rtasida o'tayotgan musobaqa. Mana shu bellashuv bilan belbog'liq kurash bo'yicha o'tkazilgan faxriylarning birinchi jahon chempionati yakunlanadi va barcha vazn toifasi bo'yicha g'alaba qozongan sportchi va faxrli o'rinni egallagan qatnashchilarning barchasi ma'lum bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, haqiqatda bugun erta bilan boshlagan musobaqada 100 dan ortiq sportchi vazn toifalari bo'yicha ishtirok etdi va 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar bahsi bilan chempionat bellashuvi yakuniga yetib bormoqda. Albatta, rossiyalik sportchilar oxirgi 2 vaznda hozir gilamda mahoratini namoyish etishyapti. Sotqinboy Ergashev ham o'tkazilgan musobaqada ancha ustun ekanliklarini amalda namoyish etdi va hozirgi daqiqada bu yerda mana endi yashil kiyimdagi sportchi Mingazovga hozir dakki e'lon qilindi va o'z navbatida Ergashev hozir raqibini gilamga yaqizib iloji boricha shuni mana shunday qilib Sotqinboy Ergashev 80 kilogramdan ortiq vazndagi sportchilar bellashuvida g'alaba qozonib birinchi jahon chempionatiga yakun yasadi va ko'rib turganingizdek mana shu otaxon oltin medal egasi bo'ldi. etdi.